5 milyon so'mdan yuqori xolodilnik xarid etib olasizlar. Plus qo'shimchasida endi sezonniy narsa ko'ngilda bu. Sezonniy narsa ko'p beramiz. Bu degan qarang, bir dona xolodilnik xarid etib olasizlar. Plus yanında bir dona konditsioneri 12lik Ziegler kompaniyaligi bo'ladi. Full DC inverterli bo'lib ishlangan. Full DC inverter. Past bilan tokda bemalol ishlab beradi. Shu konditsioner tekinga qo'shib beriladi. Agar konditsioner bor, konditsioner olmadim degan yurtdoshlarimiz uchun esa bir dona avtomat kir mashina qo'yib beramiz. Bir dona avtomat kir mashina 7 kiloluk bo'ladi. Sifati qattiq yaxshi, 10 yil motorna garantiya. Bu ham inverter motori bo'ladi. Sifati qattiq yaxshi, zo'rin, ajoyibundan. Shu videomizni shu like bosib, kommentariy yozib turgan yurtdoshlarimiz uchun esa bir dona plusosini ham tekinga etib beramiz. Ishida ko'rib turgan xohlagan bir rollik televizor xarid etib olasiz. Plus yanında qo'shimchasida bir dona ishida ko'rib turgan konditsioner, mini konditsioner qo'shib beriladi. Bundan tashqari bir dona tapasi beriladi. Bir dona kolonkisi, blenderi, bir dona ajoyibundan keyin Mojito grafindan tekinga qo'shib beramiz. Shu bizning shu Taytqan kanalini ko'rgan uchun esa bir dona aytgan shu avtomat shovrlardan tekinga qo'shib beramiz. Xohlagan bir 50 dyumlik bo'ladimi, 55 dyumlik bo'ladimi, 65lik bo'ladimi, xohlagan birisini xarid etib olasiz. Plus yanında skitkasında, plus yanında qo'shimchasida ham skitkat ko'pmiz narxlarni, ham desa podarkalar. Qarang, bir dona ajoyibundan kattasida suv sepadigan vilteatr tekinga qo'shib beriladi. Bir dona shu hozirgida xalqimiz uchun kerakli bo'lgan shu uyda onalarimizga, opalarimizga kerakli bo'ladigan narsa oyoq massaj apparati. İşan tekinga qo'shib beriladi ichida ikkisi ham. Shu like bosib, kommentar yozib, bizdan qo'llab-quvvatlab turgan obunachilarimiz uchun esa ishida ko'rib turgan kattasidan birdan kolonkisidan tekinga beramiz. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Yaxshimisizlar? Xormanglar. Bugungi video rolikimizda maishiy texnikalari bo'lib turgan super aksiya va chegirmalarni tanishtirish maqsadida Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l buyum bozorini Qo'sha darvozasi tarafidagi Dealer 300 do'konini navbatdagi sonini e'tiborlaringizga havola qilamiz. Bilasizlar obunachilar, hamma vaqt chiqarib kelaman Dealer 300 do'konini. Xudo xolasa sizlar uchun ajoyib yangiliklar, ajoyib sovg'alar ham bo'lib turibdi. Shuning uchun video davomida videomizni o'tirmang. Bir dona like bilan kommentariy yozib qo'yinglar. Kommentariy yozgan yurtdoshlarimiz uchun ham zo'r qimmatbaho sovg'alar Xudo xolasa beriladi obunachilar. Esa video davomida kuzatib boraverasizlar. Video rolikimizni boshlaymiz. Dealer 300 do'konni manzilini tushuntirib beradigan bo'lsam, diqqat bilan eshitamiz obunachilar. Oldimizda To'rtko'l bozorini Qo'sha darvozasi deb aytiladi obunachilar. Shu darvozadan ichariga qarab kiramiz obunachilar. Qaranglar, bu tarafimizda yana mebelchilar. Qo'sha darvozasi qayerda deb so'rasangizlar, shu yerdagi yurtdoshlarimiz sizlarga tushuntirib beradi. Shu darvozadan ichariga qarab 50 metrdan yurimiz, keyin o'ngga qayrilamiz. O'ngga qayrilamiz. Chap tarafga qayrilamiz obunachilar. Mushta ko'rib turgan bo'lsangiz, Dealer 300 do'konni plakati yopishtirilgan. Shu yerga qarab boramiz obunachilar. Chapga qarab qayrilamiz. Strelka bilan plakatlarni yig'ib qo'ydilar. Dealer do'konidan yetib keldik. Assalomu alaykum Umrbek aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Xudo xolasa Dealer 300 do'konida obunachilarimiz uchun nechta yangiliklar bo'ladi bugun? Assalomu alaykum Saidxon obunachilari hamda Dealer 300 klientlar, sog'mi-salomatsizlar. Xudo xohlasa Dealer 300 dan yangilikni zo'r sizlar uchun shu videomizni oxirigacha o'tkazmasdan ko'rishni tavsiya etamiz. Xudo xohlasa yangiliklar sizlar uchun manfaatli bo'ladigan aksiyalarimiz, yangiliklarimiz juda ham ko'p. Kommentariy yozgan yurtdoshlarimiz uchun ham sovg'alar bor, qimmatbaho sovg'alar. Shu uchun like'larni bosinglar. Videoni o'tkazmasdan ko'ngildan sabab shu Saidxon kanalini ko'rib keldim degan obunachilarim ajoyib bir podarka qo'yib beramiz Xudo xohlasa Saidxon. Endi yangiliklarimizni eng boshida ham tushuntirib o'tganmiz. Qarang, bizdan istalgan turdagi bir dona maishiy texnika xarid etib oladilar yurtdoshlarimiz. Bizga o'sha dona avtomobil qo'yganmiz. Bir dona Damas, bir dona Spark, bir dona Cobalt. 3 dona mashina bilet beriladi. Bu ya'ni qarang, tushuntirib o'tdik boshida. Bir dona Plusos oladimi 500 so'm, xohlasa bir dona duxovka oladimi 500 so'm, farq yo'q. İstəgən bir maishiy texnika xarid etib oladi. Naqd bir emas 3 dona mashina o'tib ketish imkoniyati bo'ladi. Bu ya'ni bir dona Damazdan qatnashadi, bir dona shu Sparkimizdan ham bir dona Cobaltdan o'tib ketish imkoniyatlari bo'ladi Xudo xohlasa yangi xalqimiz uchun. Endi bu yangilikimizni aytdikna bir qator endi aksiyalarimiz bilan tanishtirib ketamiz. Hozirgi kunda gullarimiz qizishni boshladi endi xalqimizga kerakli bo'lib turgan eng kerakli bo'lgan mahsulotlarni bir qator tushuntirib ketamiz. Bu yerda yana konditsionerlarimiz hozirgina gün qizishni boshladi. Endi konditsioner hozirgina xalqimiz uchun eng kerakli bo'lgan narsalar bo'ladi. Endi bir qator narxlarni aytib ketamiz. Bular Chigo kompaniyamizniki 12lik bo'ladi. Sotilish narxlari o'zi 5,5 million so'm, 5 million 300 ming so'mgacha sotilgan. Endi hozirgina skidki narxda 4 million 300 ming so'mga tushib turibdi.
bu kompaniyamizga. Endi bu yoqda Premier kompaniyamizga sotilish narxlari o'zi vaqtida 6,5 million so'm, 6,5 million so'm sotilgan, hozirgi kunda 5 million 500 ming so'mga tushib turibdi Premier kompaniyamizga. Keyin bu yoqda 12'lik Shivaki deymi, o'zini istalgan turdagi bir masalan brendini xohlagan bir modellarni topsalab oladi. Shivaki'da Shivaki kompaniyamizga bor, Artel'niki bor, Citronic bor, Magna kompaniyamiz bor, Arctic firma, Zifler deydi, Rosso deydi, istalgan Volmeran bor, Haier deymi, xohlagan bir brendlarni topsalab oladi bizdan. O'shadan shu Rosso kompaniyamizga ham sotilish narxlari o'zi 6 million so'm sotilgan, 1 million so'm puldan skidga bo'lib 5 million so'mga tushib turibdi hozirgina. 5 million so'mdan xarid olib ketsalar bo'ladi. Bu yoqda endi 18'liklarimiz ham bor, aynan. 18'liklarimiz bular ham narxlarini tushirganmiz. 18'liklarimiz Artel kompaniyamizga hozirgi kunda narxi o'zi 6,5 million so'm sotilgan, hozirgi kunda 5 million 500 ming so'mga skidga tushib turibdi. Bu yoqda Rules kompaniyamizga bor, bular ham narxlari skidga tushgan, hozirgi kunda 6 million 400 ming so'mga tushib turibdi bu kompaniyamizga. Magna deymi, Monix deymi, istalgan bir brendini topsalar bo'ladi. Bizdan yurtdoshlarimiz xohlagan bir shu o'zini istagan turdagi konditsionerni xarid etib oladilar. Plus yanında qo'shimchasida bir dana birollik televizori. Bir dana keyin shu bizning videomizni ko'rib, like bosib, kommentariy yozib kelgan yurtdoshlarimiz uchun ishadana ko'rtirma pol avtomati. 4 kilogramni tekinga qo'shib beramiz. Agar yo'q televizorim boya televizor oldim deydigan bo'lsa, bir dana xolodilnikni qo'shib beramiz. Sizonniy narsaga sizonniy vaj qo'shib beramiz. Xolodilnikimizni qaysi kompaniyaniki bo'ladi, sifati kachествоsi yozasiz, invertor motorlisidan bo'ladi. Shu videomizni ko'rib, like bosib, kommentariy yozib kelgan uchun bir dana pol avtomatini tekinga qo'shib beramiz. Bundan tashqari Plus Spark uchun bileti, Cobalt uchun bileti, Damas uchun biletlarni tekinga beriladi içinde aksiyasında. Keyin shu xudo xohlasa sizni kanalingizni ko'rib kelganlar uchun bir pодарок qo'yib beraman dedim-ku. Sizni kanalingizni ko'rib keldim deb endi обязательно aytadilar, Saidxon kanalingizni ko'rib keldim. Like bosdim, kommentariy yozib degan yurtdoshlarimiz uchun ishida ko'rib turgan shu avtomat shobrasi tekinga qo'shib beriladi. Endi avtomat shobrasi ham bir qadar ko'rsatib qo'llar ustidan ishlatadigan bo'ladi. Bu yoqda yana boshida yuvib oladi, suvni solib, keyin bu yoqda yana siqib uyda ishlataveradilar. Ayollarimiz uchun kerakli bo'lgan mahsulot bo'ladi. Keyin bemalol yana polni hamma narsani yuvaveradilar, ishlataveradilar. Ishi tekinga qo'shib beriladi ichida. Tushunarli. Ya'ni aytganimizdek, bizdan shu istalgan shu o'zi xohlagan shu 12'lik bo'ladimi, 18'lik bo'ladimi, 24'lik bo'ladimi, xohlagan bir konseptni xarid etib olasizlar. Plus yanında qo'shimchasini aytgan, bir dana birollik televizori, bir dana pol avtomat 4 kiloligi. Xohlasangiz bir dana xolodilniki, bir dana pol avtomat 4 kiloligi. Ya'ni undan tashqari 3 dana mashina uchun biletlardan tekinga beriladi. Bu yoqda endi hozir xolodilniklardan tushuntiramiz aksiyamizni. Bu yoqda xolodilniklarimizni bular narxlarini Saidxona skidga tushirib qo'yibmiz. Ma'lum miqdorda pullardan skidga o'tiribdi, narxlarni tushirganmiz. Ishonaylik, Volna kompaniyamizga, Energy kompaniyamizga bor, Atlas firmamizga bularning narxlari tushgan. Sotish narxlari o'zi vaqtida bular ham 4 million 600 ming so'm, 4 million 800 sotilgan. Hozirgi kunda bahasi 4 million so'mga tushgan. Volna kompaniyamizga 4 million 200 ming so'mga tushgan. Atlas firmamizga 4 million 500 ga tushgan. Brusa xolodilnikimiz, ko'pchiligimiz xalqdan yurtdoshlarimiz biladi, rossiyskiy kompaniyaga bo'ladi. Buning narxlari skidga tushgan. Buni bahasi hozirgi kunda 4 million 600 so'mga tushdi. 4 million 600 so'mga tushib turibdi. Indesit kompaniyamizga 4 million 800 ming so'mga tushgan. Keyin bundaga kattaroqlari kerak deydigan bo'lsa, Daiwo kompaniyamizga bor. Bo'yi 1.75 bo'ladi, eni 60lik bo'ladi. Buning narxi sotish bahasi 5 million 800 bo'lgan, puldan skidga o'tirib, hozirgina 5 million so'mga tushib turibdi. Bu yoqdan keyin Pozis kompaniyamizga hozirgina bozorlarda sotish narxlari 6,5 million so'm, 6 million 300 ming so'm, eng arzon yerida 6 million 200 ming so'mga sotilib turibdi. Bizdan shuni kelib turib yurtdoshlarimiz 5 million 200 so'mdan ikkisalar bo'ladi. Bo'yi 1.90 bo'ladi, eni 60lik bo'ladi, ishlar ham katta, keng bo'lib ishlangan. İş xolodilniklarimiz skidga tushib turibdi. Endi bu yoqda esa Nofrost sistemada ishlaydigan xolodilniklarimiz Ferre kompaniyamizga sotish narxlari o'zi 7 million 200 ming so'm, 7,5 million so'm, 7 million so'mgacha sotdik. Bizdan shuni kelib turib 5 million 900 ming so'mdan olib ketsalar bo'ladi yurtdoshlarimiz bemalol. Bu yoqda Brando firmamizga ham bor, elde shishali bo'lib ishlangan, sifat kachествоsi yaxshi. Bu ham hozirgina 7,5 million so'm, 7 million 800 sotib olibdi. Bizdan 6 million 300 ming so'mdan olib ketsalar bo'ladi shuni. Katta xolodilnik. Keyin bu yoqda bo'yi 2 metrliklarimiz bor, Sevintage kompaniyamizga. Bular ham narxlari hozirgina
skidga tushib turibdi. Skidki narxida 6 million 900 ming so'mga tushgan narxlari. Agar kattaroq xolodilnik kerak deydigan bo'lsalar, kattaroq xolodilniklarimiz bu yoqda Immer kompaniyamizniki bor. Bular ham sotish baholari 8,5 million so'mga sotilgan. Hozirgi kunda buni 7 million 200 ming so'mdan 2 tala bo'ladi bemalol bizdan kattalarini. Bu yoqda Bestin kompaniyamizga ham bor. Bular ham sotish bahosi 9,5 9 million 200 gacha sotilgan. 7 million 900 ming so'mdan 2 tala bo'ladi. Bo'yi katta bo'ladi. Keyin bu yoqda Brando firmamizga ham bor. Yeni baş 90'lık bo'ladi, bo'yi 185 bo'ladi. Buni ham narxlari sotilishi 10 milliondan ziyod sotilgan vaqtida bizdan shuni kelib turib 8 million 900 dan olib ketsalar bo'ladi bemalol. Endi shu yerda ko'rib turgan xolodilnikdan istalgan birisini xarid etib oladi. 5 million so'mdan yuqori bo'lgan xolodilnik xarid etib olasizlar. Plus qo'shimchasida endi sezonniy narsa ko'ngilda bu. Sezonniy narsa qo'yib beramiz. Bu degan bir dana xolodilnik xarid etib olasizlar. Plus yonda bir dana konditsioneri 12lik Ziegler kompaniyaligi bo'ladi. Full DC inverterli bo'lib ishlangan. Full DC inverter. Past bilan tokda bemalol ishlab beradi. Shu konditsioner tekinga qo'shib beriladi. Agar konditsioner bor, konditsioner olmadim degan yurtdoshlarimiz uchun esa bir dana avtomat kir mashin qo'yib beramiz. Bir dana avtomat kir mashin 7 kiloluk bo'ladi. Sifati katsivasi yaxshi, 10 yil motoruna garantiya. Bu ham inverter motori bo'ladi. Sifati katsivasi yaxshi, zo'rin, ajoyib bundan. Shu videomizni shu like bosib, kommentariya yozib turgan yurtdoshlarimiz uchun esa bir dana plusosini ham tekinga etib beramiz. Bir dana avtomat kir mashin, bir dana shu avtomat kir mashini, bir dana plusos tekinga bo'ladi. Agar avtomat kir mashin ham olganman degan yurtdoshlarimiz bir dana gaz plitasi beriladi. Gaz plitamiz Artel kompaniyaligi bo'ladi. Sifati katsivasi yaxshi, bir dana vitishkasidan tekinga qo'shib beriladi. Shu videoga like bosib, kommentariya yozgan uchun bo'ladi. Bu yoqda agar menga televizor kerak, televizor olib yuradim o'zi deydigan yurtdoshlarimiz esa bir dana brollik televizor 43 dyumda bo'ladi. Android sistemada ishlab beradi. Sifati katsivasi yaxshi bo'ladi. Shu tekinga qo'shib beriladi. Like bosib, kommentariya yozgan uchun esa bir dana o'sha yerda plusos qo'shiladi. Agar shu Seyitxon kanalini ko'rib keldim, like bosdim, kommentariya yozdim degan obunachilarimiz bir dana yangi aytganimizda avtomat shovrasi tekinga qo'shib beriladi. Bundan tashqari 3 dana mashin qo'yganmiz. 3 dana mashindan biletlar beriladi. Bir dana Damas uchun, bir dana Spark uchun, bir dana Cobalt uchun. Endi buni tushuntirib o'tib ketdik desak, qarang. Avtomobillarimizda 3'sinden ham qatnashib ketish imkoniyati bo'ladi. Bir dana maishiy texnika xarid etib oladi, 3 dana bilet beriladi. Masalan, Damazimiz iyun oyini 30 kuni o'ynaladi. Undan 2 oy o'tib turib Spark mashinamiz o'ynaladi sentyabrda. Undan 2 oy o'tib turib noyabr oyida esa Cobaltimiz o'ynaladi. Endi masalan, mabodo Damaz o'ynaldi. Damazda masalan boshqa bir yurtdoshimizga chiqib qoldi. Ümidini sondurmanglar, xudo xohlasa keyingi mashinasidan kutib turibdi Spark. Agar Sparkdan o'tolmay qolsa, undan ham katta sovg'a Cobalt kutib turibdi, xudo xohlasa. Uchisidan ham o'tib ketish imkoniyati bo'ladi. Bundan tashqari mayda-chuyda maishiy texnikalarni ham qo'yib beramiz, xudo xohlasa. Zo'r. Endi bu yoqda avtomat kir mashinalarini ham tushuntirib o'tib ketamiz. Bu yerda endi hammasini brendlardan bir qator aytamiz, narxlarni ham xalqimiz uchun bir qator tushuntirib o'tib ketamiz. Endi birinchi o'rinda narxlarni aytish kerak bo'ladi. Endi qarang, bu yerda avtomat kir mashinlarimiz 6 kiloluklar bizda boshlanish narxlari 2 million 400 ming so'mdan boshlanadi avtomat kir mashinamiz. Immer kompaniyamizga 2 million 400 ming so'mlik bo'ladi. Monix kompaniyamizga 2 million 600 ming so'mgacha tushgan. Artel kompaniyamizga esa 2 million 700 ming so'mgacha tushgan. Bu yerda Ziegler kompaniyamizniki bor 6 kiloluk bo'ladi, 3+ kategoriyada ishlab beradi. Inverter motor bo'ladi. Sifati katsivasi yaxshi bo'ladi. Hozirgi kunda narxi o'zi sotish bahosi 3 million 900 4 million so'mgacha sotilgan. Bizdan kelib turib shuni 3 million 300 ming so'mdan olib ketsalar bo'ladi bemalol. 6 kiloluklarimiz. Endi 7 kiloluklarimiz Atlant firmaniki, sifati katsivasi yaxshi. Buni ham o'zi bahosi sotish narxlari vaqtida 4 million so'm, 4 million 200 gacha sotilgan. Bizdan endi shuni 3 million 400 ming so'mdan olib ketsangiz bo'ladi 7 kilolukini. Endi bu yerda har xil bor. 3 million 800 ming so'mliklar ham bor. 4 milyon so'mliklar ham bor, 4 million 200 ming so'mliklar ham bor. Bir de nima ekan bor? LG kompaniyamizga ham bor, 7 kiloluk bo'ladi. Endi buni ham sotish narxlari 5 million 400 ming so'm sotilib turadi. Bunda 1 million so'm puldan skidka o'tiribdi. 1 million so'm puldan skidkidan tashqari 1 million so'm puldan skidka o'tiribdi. 4 million 400 ming so'mga tushib qolib turibdi hozirgi kunda. LG kompaniyamizga. Bu yoqda endi 8 kiloluk, 9 kiloluk, 10 kiloluk, 12 kilolukgacha avtomat kir mashinlarimiz ham bor. Bular ham narxlarni tushirganmiz. 8 kiloluk avtomat kir mashinlarimiz bizda 3 million 500 ming so'mdan boshlanadi. Vesta kompaniyamizniki sotish narxi 4 million 200, 4 million 400 ming so'mga sotilgan. Hozirgi kunda
bizə də şu 3500 so'mdan kissalar bo'ladi. Keyin bu yerda Premier kompaniyamiz ham bor 7 kilo. Keyin Monix kompaniyasiga bor 8 kilo. Bu 3800 dan kissa bo'ladi. 4 million so'mgacha tushganlar bor, 4,5 million so'mgacha tushganlar bor. Ishda endi xullas ko'rib turgan xohlagan bir dana neyse avtomat kir mashinasi xarid etib olasiz. Bir dana shunda ko'rib turgan Vesta kompaniyamiz duxovkasi, bir dana tapasi, termoxoti, bir dana keyin neyse pilisosi, avtomat shobrasi, blenderi, sovuq yumalgasi, bir dana chopper. Ishda ko'rib turgan hamma podarkasi tekinga qo'shib beraveriladi. Undan tashqari yurtdoshlarimiz shu like bosib, kommentar yozib o'tirganlar uchun esa bir dana like bosgan uchun bir dana o'tik stoli, kommentar yozgan uchun bir dana sushilkasi. Sushilka ham kichkina bo'lmaydi, kattasidan 2 etajligidan beriladi, tekinga qo'shib beraveriladi. Bundan tashqari Seyitxon kanalini ko'rib keldim degan obunachilarimizga bir dana yana ajoyib bundan zo'rini narsani qo'yib beramiz, shobrasini. Plusunda bir dana aytganimizdek Spark uchun, bir dana Damas uchun, bir dana Cobalt uchun mashinalardan biletlarni beramiz. Xudo xohlasa. Endi bu yoqda hozir televizorlarimiz ham zo'r yangiliklar bo'lib turibdi Seyitxon aka. Ishda televizorlarimiz bir rollik televizorlarimiz bo'ladi. Bulardan endi qarang, narxlarni keskin skidga tushirganmiz. 2300 ming so'mlik 1 million 900 ming so'mga skidga tushib turibdi. 2 million 500 ming so'mlik 2 million 100 ming so'mgacha tushgan. 2 million 800 ming 2 million 400 ming so'mga. Xullas hammasi skidga narxlarda turibdi. Smart TV, Android TV xohlagan bir brendni olsalar bo'ladi bizda. Ishda ko'rib turgan xohlagan bir rollik televizor xarid etib olasiz. Plus yanında qo'shimchasida bir dana ishda ko'rib turgan konditsioner, mini konditsioner qo'shib beriladi. Bundan tashqari bir dana tapasi beriladi. Bir dana kolonkisi, blenderi, bir dana ajoyib bundan keyin Mojito grafindan tekinga qo'shib beramiz. İçinde. Bir dana antena, bir dana crunch. Şundan tashqari 3 dana mashina uchun biletlardan beramiz. Şu bizning şu Seyitxon kanalini ko'rgani uchun esa bir dana aytgan shu avtomat shobrasidan tekinga qo'shib beramiz. Endi 50 dyumliklarimiz ham narxlarini tushirganmiz. Qarang, 3 milyon 400 ming so'mdan boshlanadi o'zi 50 dyumlik televizorlarimiz. Hozirgi kunda skidki narxda 2 milyon 900 ming so'mga tushib turibdi. Bu yoqda 3 milyon 600 ming so'mliklari 3 milyon 200 ming so'mgacha tushgan. 3 milyon 900liklar 3 milyon 550 ming so'mga tushgan. 4 milyon so'mga tushgan. Xullas hammasi skidki narxda xarid etib kissalar bo'ladi. Endi bu yoqda 55 dyumliklarimiz ham sotish narxlari endi har xil 4 milyon 400 3 milyon 900 ga tushgani bor. 4 milyon 200 ming so'mga tushgani bor. 4 milyon 850 ming so'm, 5 milyon 300 ming so'mgacha skidga bo'lib turibdi. Yani avtomat endi 65 dyumdagi televizorlarimiz 6 milyon 900liklar 6 milyon 100 ming so'mga tushgan. Ebeden 7,5 satılganlar hozirgi kunda 6 milyon 500 ming so'mga tushib turibdi. Ebeden 8,5 milyon so'm satılganlar 7,5 milyon so'mga tushgan. Xullas hammasi skidki narxlarda bo'lib turibdi bizda. Ishda ko'rib turgan, xohlagan bir 50 dyumlik bo'ladimi, 55 dyumlik bo'ladimi, 65lik bo'ladimi, xohlagan birisini xarid etib olasiz. Plus yanında skidkasında, plus yanında qo'shimchasida ham skidka ko'pmiz narxlarni, ham desa podarklar. Qarang, bir dana ajoyibidan kattasidan suv sepadigan filtrator tekinga qo'shib beriladi. Bir dana shu hozirgida xalqimizga kerakli bo'lgan shu uyda analarimizga, opalarimizga kerakli bo'ladigan narsa oyoq massaj apparati. Ishon tekinga qo'shib beriladi ichida ikkisi ham. Şu like basıp komentar yazıp bizden qo'llab turgan obunachilarimiz uchun esa ishda ko'rib turgan kattasidan birdan kolonkisidan tekinga beramiz. Plus yana aytganimizdek avtomat shobrasi şu kanalni ko'rgani uchun beriladi. Bundan tashqari 3 dana mashina uchun bilet izlab yozib beramiz. Dostavka, uстановkalar ham ichida bo'ladi. Shuni aytib o'tdik. Hamma maishiy texnikamiz xohlash, xolodilnik, konditsioner olasizmi, yo bir dana televizor olasizmi, farq yo'q. Dostavkasi, uстановkalar ichida bo'ladi. Xorazm, Qoraqalpog'iston mutlaq tekinga bo'ladi. Yetkazib uстановka etib beramiz. Bundan tashqari shu aytganimiz mashina uchun biletlarimizdan beramiz. Endi bu yoqda gaz plitalardan bir qator aytib ketamiz. Endi gaz plitalarimiz narxlari 2 milyon 100 dan boshlanadi o'zi. Hozirgida 1 milyon 600 so'mga skidga tushgan. Ebedan Vesta kompaniyamizniki bor 1 milyon 700 ming so'mga tushgan. Artellarniki 1 milyon 800 ming so'mga tushgan. Zifler kompaniyamiz 2 milyon so'mga tushgan. Bular ham pullardan skidga olgan. Endi bu yoqdan bir qator bor. Bular ko'rsatib kedik. Bular BD'lerimiz esa narxlari 2 milyon 400 dan boshlanadi. Arandalar 1 milyon 600 dan boshlanadi. Ketaveradi 2 milyon 500 dan. Bular 2 milyon 400 dan boshlanadi. 2 milyon 400 ming so'mliklari bor. Bir de 2 milyon 800 ming so'mlik modellerimiz ham bor. 3 milyon so'mlik bor. Ishdan xohlagan bir dana gaz plita xarid etib olasizlar. Plus yanında bir dana ajoyib bundan sistok chaynak qo'shib beriladi. 2-6 dana kasa nabori qo'shiladi. Bir dana Mojito grafini qo'shib beriladi. Bir dana uchli tapasi qo'shib beriladi. Bir dana qozoni, bir dana lag'mon tapasi, bir dana blendchik tapasi. Bundan tashqari shu
bizden like basıp kommentler turganlar üçün gazın üstüne koyulan falgasından tekinge koşup beraberimiz. Plus yani aytkanımızda bir tane damas üçün, bir tane kov üçün, bir tane spark üçün biletler buladı. Dastavki ustanovkiler hem içinde buladı. Yetkazıp beremiz şunun içinde. Seyit Hanım. Xudo xohlasa. Mümkün emas. Menimcha qo'ldan kelsa mana narsani tushuntirib o'tdik deb o'ylayman. Aa, hammanızdan tushuntirib ketdik. Xudo xohlasa endi kelsalar yana bir qator hammanızdan tushuntirib beramiz. Kimga nechik mahsulot kerak, nechik sifatlisi kerak, masalan, hammasini bir qator tushuntiramiz. Bundan tashqari endi podaliklardan qo'shib beriladi hamma narsasi. Dastavki ustanovkilar ham ichida bo'ladi. Keyin pastda nomer qoldiramiz. Bizdan onlayn xarid imkoniyatlari ham bo'ladi. Bu degani masalan onlayn telefonda masalan Moskvada o'tirib, masalan musofirda o'tirgan yurtdoshlarimiz ama bemalol telefonda ko'rib turib olsalar bo'ladi. Telegram bor, WhatsApp bor, imo bor. Xohlagan birisidan telefon etadilar. Bolalar bir qator informatsiyasini ham tushuntiradi. Qo'shib beriladigan podaliklarni ham tushuntirib beradi. Biletlarni ham yozib ichida qo'shib beramiz. Biletlerini hem yazıp veremiz obязательно. Bu aksiya qachon edi shunda? Xudo xohlasa videomuz chiqqan kundan boshlab turib 10 kun davomida bo'lib o'tadi. Ya'ni masalan 20sidan qo'ysangiz 30sagacha amal etadi. Xudo xohlasa. Esa ishlaringizga omad, obzor uchun katta rahmat Umurbek. Hurmatli yurtdoshlar, Dealer 300 do'koniga kelaverasizlar. Shunday ajoyib aksiya chegirmalardan unumli foydalanib qolinglar. Sog' bo'linglar.